Assalomu alaykum. Efirda bog'dorchilik sirlari dasturi. Bugungi ko'rsatuvimizda behi mevasining parvarishi, saqlash va sochish sirlari haqida ma'lumot beramiz. Behi ko'p yillik meva sanaladi. Uning daraxti joy tanlamaydi. Yurtimizning istalgan hududida yetishtirishingiz mumkin. Faqat ob-hayot, ya'ni suv bo'lsa bas. Mazkur ko'rsatuvimizni tayyorlash uchun Farg'onaning bog'dorchilik rivojlangan Quva tumaniga yetib bordik. Bugungi suhbatdoshimiz 10 yillik tajribaga ega agronom Sherqo'zi Olimov. Mutaxassisdan dastlab behi ekish uchun qanday yer tanlash kerak degan savolga javob oldik. Behi haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, birinchi navbatda behida yerga ahamiyat qilish kerak bo'ladi. Chunki behi zakli zonalarda, suv yaxshi, sersuv zonalarda yaxshi bo'ladi. Chunki kuzgacha o'suvchi meva hisoblanadi. Shu sababdan bu suvni ko'p talab qiladi. Shunaqa joylarda bo'layaptiki, hattoki yarim metr yerda yarim metr ko'lasangiz, to'rlapatga olsangiz, zak suv chiqib ketadigan zonalarda ham behi bog'lar tashkillashtirilgan 3-4-yildan natijaga chiqib bo'lgan, daromadga kirib bo'lgan. Chunki bu og'ir meva hisoblanadi. Bir dona mevasi yarim kilo, 400 gram, yaxshi qaralgan joylarda 800-1 kilogacha bo'lgan joylarini ko'rganmiz. Shunaqa natijalarga tez chiqib ketadi. Shuni hisobidan behi daromadga tez kiradi. Aytaylik, bir tup 3 yoshli behi 5 dona meva qilsa, u 1 kilo bergan hisoblanadi. Gektariga 6 ga 4 sxemada ekilgan bo'lsa, 400 ta daraxt ketadi. O'sha 3-yildan u 400 kilo meva beradi. Aytaylik, 15 ming so'mdan sotadigan bo'lsangiz, o'sha hisob-kitob qilib olsangiz bo'laveradi, u qancha daromad berayotganini. Natijaga juda ham tez chiqadi. Hozir ko'rib turgan behilaring 15 yoshda bir tup behi daraxti 50 kilodan 70 kilogacha qilgan. O'rtacha 60 kilodan hisoblab olsa bo'laveradi gektariga. Ko'pchilik agro mutaxassislar bog' yaratmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga havo aylanish tizimini to'g'ri yo'lga qo'yish zarurligini ta'kidlab kelishadi. Daraxtlarni ekish sxemasi ham havo aylanishida muhim sanaladi. 6 ga 4 sxemada ekilgan, buni 5 ga 4 sxemada ham eksa bo'laveradi. Gektariga 500 ta ketadi. Maksimalni 200 kilo, 300 kilogacha meva beradi. 20-25 yoshga to'lgandan keyin daromadga yaxshi chiqadi. Agar agronomik maslahatdan foydalanmasdan buni bog' tashkillashtiriladigan bo'lsa, birinchi navbatda u ekish sxemasida xatolikka yo'l qo'yadi, ekish jarayonida adashadi. Shu sababdan birinchi navbatda agronomlik maslahatini olish kerak bo'ladi. Buni ekish tartibi bor. Ekiladigan o'simliklar turlariga qarab turib, tomirlariga solib ekiladigan ozuqalar bor. Lekin 90% o'simlikka amafoz, oddiy amafoz solib ekilsa, turpog'iga aralashtirilgan holatda, tomiriga kontak bo'lmagan, tomiriga tegib qolmagan holatda ekilsa, birinchi yildan zo'r o'sadi. Endi bunda tayyorlashdan oldin birinchi navbatda suvni oqish tizimini yerda yaxshi to'g'rilash kerak bo'ladi. Suv ukloni yaxshi berilishi kerak. Agar tomchilab sug'orishda bo'lsa, u rol o'ynamaydi. Agar ariqli tizimda sug'orish kerak bo'lsa, ukloniga juda ham qattiq ahamiyat qilish kerak bo'ladi. Shox ariqlar deyiladi. Shox ariqlar 70 metr, 60 metrda olinishi kerak bo'ladi. Chunki 100 metrdan o'tib ketganda shox ariqlar boshqa qismlari suvni ko'p ichishini hisobiga pastki qismlari suvni kam ichadi. Shuni hisobida daraxtda o'sish holati bilan meva berish holatida farq bo'ladi. Ko'chatlar noyabr oyida ekilib, agronom maslahati bilan e'tibori u yonalingan bo'lsa, ko'chatlar 100% ko'karadi. Chunki u yerdan olingan ko'chatni qancha vaqt ichida o'z ekilib bog' qilinadigan o'rniga ekish kerakligi hisob-kitobini yaxshi biladi va unga qat'iy ahamiyat qilib, shu berilgan qoidalar, metodlariga, hisob-kitoblariga rioya qilgan holatda ekadi. Shu hisobdan bog' 100% ko'karadi. Buni birinchi navbatda shu narsaga ahamiyat qilish kerak bo'ladi. Mevali bog' yaratmoqchi bo'lsangiz, ko'chatlarni yerga o'tkazishdan 5-6 oy oldin harakatni boshlang. Qaysi ko'chatning qanday navi va qaysi vaqtda ekish haqida chuqurroq o'ylab ko'ring. Ishonchli ko'chatlarni qayerdan sotib olish rejasini ham ko'rib chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi. Yosh nihollarning yaxshi o'sishini ta'minlash uchun ko'chat oralaridagi yerlardan unumli foydalanish tavsiya etiladi. Iloji bo'lsa, birinchi yildan har qanday ekilgan bog'ning ichiga dukkayli o'simliklardan ekishni maslahat beraman. Misol uchun lo'ya, mosh, shunga o'xshagan torvuz eksa ham bo'ladi, qovun eksa ham bo'ladi. Shunaqa o'simliklarni eksa, piyoz yoki chesnok, shu narsalardan ekilsa, yana ham zo'r effekt oladi. 2 yilgacha qora ekin ekib, har qanday bog'ning ichiga keyin bog' holatiga olib kelishlarini maslahat beraman. Sababi birinchi navbatda ekilgan bog' sxemasi 5 ga 4 sxemada ekilgan bo'lsa, oraliq masofadagi yer bo'sh turadi. Agar u yerda ekin ekiladigan bo'lsa, daraxt yosh nihol bo'lgani uchun untayidan begona o'tlar ko'p chiqib ketadi. Turli gerbisidlardan foydalanib o'tni quritishga to'g'ri keladi. U gerbisidlar
o'simlikka zarar yetkazmaydi, lekin baribir u zahar hisoblanadi. Shu sababdan agar uning ichiga piyoz, chesnok, pomidor, bodring, tarvuz, qovun ekadigan bo'lsangiz, siz xohlasangiz, xohlamasangiz begona o'tlarni tozalab turishingiz kerak bo'ladi qo'l mehnati orqali. Daraxtlar boshida shuni hisobiga yosh ekkan ko'chatlar ularga solinadigan ozuqalarni, ham o'zlariga solinadigan ozuqalarni me'yorlashtirilgan holatiga to'g'ri keladi. Metod bo'yicha shuni hisobiga yeringizda quvvat pastlamaydi. Daraxt har qancha tomir otgan sari tepaga o'sishi ham kuchli rivojlanib boradi. Kim bog' qiladigan bo'lsa, doim ularga ichiga shu o'simliklarni 1 yillik daraxtdan o'sib ketmaydigan o'simliklarni ekishlarini maslahat beramiz. Ekib bo'lmaydigan o'simliklar yosh ko'chatlarning ichiga makka, bachki, beda, sholi, arpa, suli, bug'doy bu narsalarni ekib bo'lmaydi. Chunki ularda suv itish, o'sish tizimi yangi ko'chatlarga to'g'ri kelmay qoladi. Shuni hisobida ularda bular o'sib ketib, ba'zilari salqin qilib qo'yadi, ba'zilari suvni ko'p ichishini hisobiga tomiriga zarar yetkazadi. Yana ba'zilari pishish vaqtida chanqatilishini hisobiga daraxtlarga suv yetkazib olib borolmasdan daraxtlarda nobud bo'lish ko'payib ketadi. Shu sabablar orqali bu narsalarni ekib bo'lmaydi ichiga. Bog' yaratib yaxshi daromad olishni istagan yurtdoshlarimiz doimiy ravishda bog'dagi har bir daraxtni e'tibor bilan parvarish qilish kerak. Suhbatdoshimiz bilan behi bog'larda yil davomida bajarilishi kerak bo'lgan ishlar haqida ham gaplashdik. Behi daraxtlari birinchi navbatda yer tayyorlagandan keyin fosforli o'g'it bilan ekish kerak bo'ladi. Yildan yiliga asta-sekinlik bilan bu suvni yaxshi ko'radigan o'simlik bo'ladi. Suvda namlikni uzoq ushlab turadigan qishloq o'g'itlaridan bu go'ng hisoblanadi. Oddiy mahalliy go'ng. Birinchi yiliga go'ng solinmaydi. Ekilgandan keyin birinchi yildan olib o'tilib, ikkinchi yilga har bitta behi daraxtini oqaydigan xuddi mana shu bir tomondagi arig'i bilan ikkinchi tomondagi arig'iga bir paqirdan go'ng solish kerak bo'ladi. Bu namlikni uzoq ushlaydi va behiga yetarlicha ozuqa berish imkoniyatini paydo qiladi. U o'sha solingan go'ngga o'z tomirlarini olib boradi. U sizga ko'rinmaydi, yer ostida o'sha jarayon bo'ladi. O'sha go'ng solingan joyga har qanday dori vositasini, amafos, selitra, mochavina, kaliy, qaysi kimyoviy moddani solishingizdan qat'iy nazar u yaxshi yetib boradi tomirga, ozuqlanish yaxshi bo'ladi. Behi daraxtlarda bakterial kuyish holatlari ko'p uchraydi. Shuningdek, turli hasharot va zararkunandalar ham behilarga tinimsiz ziyon yetkazishga harakat qiladi. Ularga vaqtida qarshi kurashish kerak. Aks holda zararkunandalar meva sifati va shakliga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Behida asosiy tushadigan bakterialni kuyish kasali bor. Zang kasal deydi mahalliy tilda. Hamma joyda har xil aytiladi. Qurish, orada shoxlarida qurish paydo bo'ladi. Asosiy kasallik shu hisoblanadi. Endi bu kasallikni yengish uchun bog' har doim maksimalni, oxirgi quvvatgacha ozuqlantirilgan holatda bo'lish kerak bo'ladi. Go'ng o'z vaqtida solish kerak, amafosini vaqtida solish kerak, karbamitini vaqtida, selitrasini, sulfat ammonini, kaliysini, hamma ozuqasi o'z vaqtida maksimalni solingan bo'lsa, daraxtda immunitet baland bo'ladi. Ozuqa balandligini hisobiga bu qurish bu daraxtni yengib olmaydi. Agar u qarov past bo'ladigan bo'lsa, chanqoq ko'p bo'ladigan bo'lsa, kesish davri noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, bu narsalar daraxtda ko'p shakllanadi. Shuni hisobiga daraxtda eng xavfli kasalligi shu shoxlar orasidan qurib daraxtni shunday bo'lishi mumkinki, oxirgi natija daraxtni to'liq qurishigacha olib kelishi mumkin bo'ladi. Ozuqalarda asosan yilda 365 kun 12 ta oy bo'ladigan bo'lsa, har 2 oyda ozuqa solishni maslahat beraman. Bu faqat tinim davriga ketgandan keyin to'xtatish kerak bo'ladi. Unda faqat go'ng bilan amafos solish kerak bo'ladi. Tinim davri, ya'ni uyqudan chiqqandan keyin har 2 oyda dori solishni maslahat beraman. Agar sizda imkoniyat bo'lsa, har oy buni ozuqalantirsangiz, bu narsa uni yengib olmaydi. Bu qurigan shox, bitta shoxiga kasallik tushib qurish boshlanganda o'zi ma'lum joyga yetib to'xtaydi. Agar u baquvvat bo'lsa, u to'xtagan joydan keyingi shoxni tezda shakllantirib, o'rnini to'ldirib oladi. Bu uni bu kasallikni yengib turishiga zamin bo'ladi. Faqat bu ozuqa va qaraladigan o'zini sepiladigan preparatlari bor. Shular sepib turiladi. O'zi bu kombinatsiyalashtirilgan ozuqaga sepiladigan preparatlar bir-biriga bog'liq joyi bor. Aynan bu narsalar maslahatlar orqali beriladi. Bog'ni umumiy holatidan kelib chiqib turib olib boriladi. Bu ko'proq mis bilan ishlanadi. Mis bilan ishlanganda bu kasallik bunga kamroq zarar yetkazadi. Bog'dorchilikda daraxtlarga to'g'ri shakl berish kelajakda mo'l hosil olishni ta'minlaydi. Shuning uchun mevali daraxtlarga vaqtida to'g'ri shakl berish kerak. Agar shakl berishni bilmasangiz, mutaxassislar xizmatidan foydalaning. Endi behi bog'larini shakllantirish bu shundayki uni sxemalardan kelib chiqqan holatda bo'ladi. Aytaylik,
6 ga 4 sxemada daraxt yoyib o'stirish kerak bo'ladi. Chunki bog' oralig'i juda ham keng. Shu sababdan daraxtga gabarit berib, ya'ni tanasiga kattalik erishtirib, hosilni ko'proq olish kerak bo'ladi. Bog'da umumiy 1 gektarlik oddiy kelishganda, bunday hisoblaganda 1 gektarlik umumiy maydonda ekiladigan 400 tup 1 gektarga 6 ga 4 sxemada 412 ta, 415 ta, 400 tadan oshiq 400 ta atrofida daraxt ekiladigan bo'lsa, bog' oraliqlarini to'ldirib yuborish kerak bo'ladi. Ya'ni bog'da ekingan maydonini behi shoxlari bilan to'ldirish uchun yoyib o'stirishga to'g'ri keladi. Agar uni sxemasi 5 ga 4 yoki 5 ga 3 sxemaga qisqartiriladigan bo'lsa, unda liderli sistemalardan foydalanishga to'g'ri keladi. 3 liderlik, 4 liderlik, 5 liderlik sistemalardan foydalanilsa, kalibrga daraxtda olayotgan hosilni ko'p kamligini shunga qarab turib hisob-kitob qilsa bo'laveradi. Behi daraxtlariga ekkan yilidan shakl berish to'g'ri keladi. Shunda asosiy shakl berish davri behida barg to'kilgandan keyin bo'ladi. Chunki behi ichki kichkina shoxchalardan, mana ya'ni mana shu kichkina shoxchalarda meva oladi. Bu mevalar juda ham sifatli bo'ladi. Uch shoxlar qo'yilganda u sifatsiz meva beradi. Ichida o'suvchi, so'ruvchi shoxlar paydo bo'ladi. Agar bular bak to'kilgandan keyin hammasi yaqqol ko'zga ko'rinadi. Shunda o'sha ko'zga ko'ringan holatda buni abrezkasi qilinsa, qaysi shoxni qo'yish kerak, qaysi shoxni olish kerak. Har bitta ish olib borayotgan uslub ishlayotgan dehqonni yoki o'rgatayotgan agronomni maslahati orqali boradi. Shuni hisobida u to'g'ri yo'nalishda yurib boradi. Behlar asosan sentyabr va oktyabr oylarida pishib yetiladi. Sarg'ayib, pishib, tayyor bo'lgan behlarni o'z vaqtida sotishingiz daromadingizni belgilab beradi. Behi shunaqa o'simlikki, o'zini o'zi changlatadi, oson changlatadi. Shu sababli bog'ni tashkillashtirsangiz changlaveradi. Buni maksimalni abrezka, ozuqa bilan ushagan hamma mevasini bemalol yetiltira oladi. Chunki bu kuzgacha o'sadi, suvni ko'p ichadi, ozuqani berasiz. Bu sentyabr, oktyabr oyigacha bemalol boqish imkoniyati bor bo'lgani uchun bu har qancha meva ushasa ham bundan hech qanday qo'rqadigan narsa yo'q. Faqat buni eng ahamiyatga ega bo'ladigan joyi buni abrezkasida yetarlicha shox qo'yish kerak bo'ladi xolos. Agar siz abrezkada ko'p shox qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, behi daraxtlarning shoxlari sinib ketadi bu. Chunki katta meva hisoblanadi, og'ir meva. Bir tub 200 kilo, 300 kilogacha olsa, agar daraxtingizni katta kichikligi kichkinaroq bo'ladigan bo'lsa, shoxlari ayrilib ketishi mumkin. Shu sababdan abrezkani hisob-kitobini mevaga qarab turib olish kerak bo'ladi va uni yoshidan kelib chiqqan holatda qilinsa, bu zo'r natija beradi. Endi bu yerda dehqon o'zidan kelib chiqish kerak bo'ladi. U o'zini qanchalik darajada buni yaxshi boqa oladi va qanchalik buni yaxshi tushuna oladi. Bu narsa katta rol o'ynaydi. Bularni hammasidan kelib chiqqan holatda buni abrezka qilib mevasini ushatish mumkin bo'ladi. Behi changlashi qiyin emas. Bu unaqa qiyin narsa emas. Bu eskitdan behi hamma joyda zo'r meva qilib kelgan. Bunda hech qanday qiynaladigan joyi yo'q. Bu oson changlanadi. Bog' oralig'ida begona behi bo'lish shart emas. Bir xil navdan foydalansangiz, eski navlar hammasidan. Misol uchun aytaylik, bu olma behi qo'limdagi, bu xuddi shu holatda, boshqa ichida bironta begona behi yo'q. Bu o'zini o'zi oson changlagan, shu sababdan hosildorligi baland. Asosiy narsa buni ozuqasiga qaratilinadi, xolos, bo'ldi. Shu betda buni hech qanaqa sekreti yo'q. Suv berish jarayonlari odatiy yerini holatdan kelib chiqib, zaklik yoki quruq yerligidan kelib chiqib, chanqab turib, o't o'sish jarayoniga qarab turib, o'tlar agar yerlarda baliteti baland, ozuqaviy moddalar ko'p bo'ladigan yerlarda suv faqat behini tagiga ochiladigan bo'lsa, o'rtalaridan ham o't bosib ketadi. Bu yerda baquvvatligini bildiradi. Bu yerlarda toshlik tez sug'oradigan yerlarga nisbatan kamroq suv berish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni 1 kundan 3 kungacha kam berish mumkin xolos. Agar qurg'oq, toshli, adirli zonalar bo'ladigan bo'lsa, bularda suv berish tizimi sal ko'proq bo'ladi. Bu zarar yetmagan holatda amalga oshiriladi. Behiga agar vaqtida suv berilmasa, qo'rqinchli holat yuz bermaydi, lekin behini olayotgan massaviy, olayotgan yuk olayotgan holatiga ta'sir qilishi mumkin bo'ladi. Ma'lum vaqt to'xtab qolib, keyin davom etadi. Shuni hisobiga ko'zlangan natijaga sal pastroq natija bilan erishish mumkin bo'ladi. Agar u suv berish tizimi joyida ketayotgan bo'lsa, ko'zlangan maqsaddan yuqori natija beradi. Agar suv berish tizimi sal kamroq bo'lib, suvga 1-2 marta chanqab qoladigan bo'lsa, bu deyarli qo'rqinchli narsa bo'lmaydi, lekin behini kalibrida farq bo'lishi mumkin, lekin behilar 80-70 kalibrdan o'tgandan keyin u iste'molga yaroqli hisoblanadi, bemalol iste'mol qilish mumkin bo'ladi. Bu juda ham ko'p chanqoqqa olib borish yoki dorilash tizimida xatoliklarga yo'l qo'yish, ozuqa berish tizimida ham xatolarga yo'l qo'yish juda ko'p xatolar, ya'ni eng ko'pi bilan eng kami bilan
3tadan oshiq bo'lgan xatolarga yo'l qo'yilsa, u bexida kattalashish to'xtab qoladi va u kattalashmay qoladi. Agar siz oxirgi 1 oy ichida ham unga agar yetarli ozuqalarni berib, yetkazib yuborish imkoniyatigacha harakat qiladigan bo'lsangiz, bexizda o'zgarish paydo bo'lib, iste'molga yaroqli holatga kirgizish mumkin bo'ladi. Bu narsalarni to'liq bilish uchun belgilangan tarmoqlardagi mutaxassislarning maslahatidan foydalanilsa, yaxshi natija beradi. Sochish haqida tavsiyalar. Agar bog'ingiz katta bo'lsa, mahsulotingizni kelishilgan holda ulgurji sotganingiz ma'qul. Terimdan qolgan mevalarni esa bozorlarda yaxshi narxda sotishingiz o'z mahoratingizga bog'liq. Bexi bog' yaratganda 5-yildan boshlab yaxshi natijaga olib chiqish boshlanadi. 3-4-yil, 4-yilga borib agar u to'g'ri qarovda borayotgan bo'lsa, 4-yili u ko'chat o'zini oqlaydi, pulini chiqarib yuboradi, hamma rasxodini chiqaradi. 5-yildan o'sish davri boshlanadi mevasida. Agar u to'g'ri qaralayotgan bo'lsa, 10-yillarga borib u maksimalni hosil berishni boshlaydi. U juda ham yuqori natija berishni boshlaydi. Aytaylik, hozirgi kunda mana shu bexi 400 gram chiqadigan bo'lsa, 3tasi 1 kilodan oshiq chiqadi. Siz hisoblab olishingiz mumkin. Bir tub daraxtda 70 kilodan 100 kilogacha mana shu daraxtlarda bor. Gektari 40 tonna, 30 tonna bemalol meva beraveradi. Hozirgi kundagi narxi 10 ming bilan 20 ming o'rtasida bo'lyapti. Uni 30 tonnani misol 10 mingdan sotsangiz 300 million bo'ladi. 20 ming so'mdan sotsangiz 600 million daromad beradi. O'rtacha 400 million so'm hisoblasa bo'laveradi 1 gektar behidan daromadini bemalol olsa bo'laveradi. Shu o'rinda bex saqlash usullari haqida ham suhbatlashdik. Bugungi kunda eksportga chidamliligi uzoq, sifatli turadigan behilardan biri hozirgi kunda mana shu olma bexi bo'ladi. Bu pishish vaqtida qattiq bo'ladi, yesa ham bo'ladi, lekin qattiq bo'ladi, lekin turgan sari bu rangiga rang qo'shiladi. Asosiy yeyish vaqti dekabr oyidan boshlanadi. U yog'i dekabr oyidan keyingi olma pishgungacha bemalol buni iste'mol qilish mumkin bo'ladi. Chunki bu bexi mevasi shifobaxsh hisoblanadi. Shu sababdan buni hozirgi kunda bemalol qo'rqmasdan yeyish mumkin. Buni eksportga qilsa ham bo'ladi, ichki bozorga ham. Buni saqlash hech qanday muammo tug'dirmaydi. Oddiy uy sharoitida shunday hech qanday o't yoqilmaydigan omborxona yoki aytaylik meva saqlash kladovkalarida yoki bironta uyni bo'shatib turib, shuni olib kelib qo'yib qo'ysangiz, faqat terishda shoshilmasdan, ehtiyot qilib to'kib yubormasdan terib olib kirib qo'ysangiz bo'ldi. Bu bemalol siz xohlaganchalik kutib tura oladi. Qadrli tomoshabin, bugungi dasturimiz orqali sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. O'ylaymizki, bu ma'lumotlar sizga ham foyda bo'ldi. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.